Barchaga salom, aziz obunachilar. Bugungi darsimiz dastlabki kimyo tushunchalar darsini boshlaymiz. Kimyoni, ya'ni noldan. Birinchi mavzu jism. Jism bu nima? Jism bu atrofimizdagi shakl va ko'rinishga ega bo'lgan, hajmga ega bo'lgan barcha narsalar jism deyiladi. Xulosa qilib aytganda biz jismni demak ko'zimiz bilan ko'ra olishimiz kerak, shaklga hamda hajmga ega bo'lish kerak. Mana misollarni yozib qo'yaman. Jismning tarkibi moddalardan tashkil topgan. Demak, moddalarni hozirgi kunda 20 milliondan ortiq qilib o'rganilgan. Demak, moddani bir-biridan farq qiladigan belgilari albatta xossa deyiladi. Masalan, bular rangi, ta'mi, hidi, zichligi, qaynash va suyuqlanish harorati. Topshiriq bor. Endi nazariyani ko'ramiz. Bu nazariyada mavzu o'tish davomida albatta o'sha mavzuni mustahkamlab ketamiz. Birinchi topshiriq. Quyidagilardan jismlarni toping debdi. Parda jism, ohaktosh modda, mix jism, temir modda, ichimlik sodasi modda, glyukoza modda. Demak, o'z-o'zidan to'g'ri javob 1 bilan 3 ekan. Demak, 1 bilan 3. Keyingisi ikkinchi topshiriq o'tamiz. Quyidagilardan moddalarni toping debdi. 1. Qalam jism. Muhimi biz buni ko'zimiz bilan ko'ra olishimiz kerak. Shaklga ega bo'lsa bo'ldi, bu jism. Biz endi buni ko'zimiz bilan ko'ra olmasak, shaklga ega bo'lmasa, bu modda. 1. Qalam bu jism, 2. Qum modda, 3-si shisha modda, telefon jism, mashina jism, kompyuter jism. O'z-o'zidan bu yerda bizda qolibdi moddalarimizga 2 bilan demak 3 kirar ekan. Moddaning xossalari, fizikaviy hamda kimyoviy xossalarini o'rganib chiqamiz. Umumiy qilib aytganda, qisqacha qilib aytganda, fizikaviy xossasi deganda nimani tushunamiz? Demak, inson o'z sezgi organlari orqali his etadigan jarayonlar bu fizikaviy xossalar hisoblanadi. O'sha sezgi organlarini his qiladigan jarayonlar, sezgi organlari orqali his etmaydigan, balkim nazariy ma'lumotlarga tayanib holatda javob beradigan jarayonlar, bular kimyoviy xossalar hisoblanadi. Kimyoviy xossalar hisoblanadi. Bu yerda fizik xossalarga mana yozib qo'yamiz. Demak, o'sha qattiq suyuq gaz holati, umuman olganda agregat holati, ta'mi, hidi, suyuqlanish, qaynash, temperaturasi, og'irligi, zichligi va suvda eruvchanligi va hokazolar bular fizik xossalar hisoblanadi. Ana endi bu yerda fizikaviy hodisalar bor. Fizikaviy hodisalar deganda nimani tushunamiz? Fizikaviy hodisalar deganda moddani shakli, agregat holati o'zgarishi mumkin, lekin tarkibi o'zgarmaydi. Mana bu fizikaviy hodisa hisoblanadi. Masalan, tasavvur qilaylik, qo'limizda to'rtburchak qog'oz bor. Shu to'rtburchak qog'ozni o'rtasidan bir aylana shaklda, dumaloq shaklda kesib oldik. Xo'p, nima o'zgarish bo'ldi? Albatta, shakl o'zgarish bo'ldi. Dastlabki to'rtburchak holatda ham qog'oz edi. Biz dumaloq holatda kesib oldik. Bu ham albatta tarkibi o'sha qog'ozligicha qoldi. Demak, bu shakli o'zgardi, lekin tarkibi o'zgarmadi. Albatta, bu fizik hodisa hisoblanadi. Yoki bo'lmasam, tasavvur qilaylik. Uchta idishda suv bor. Barchasi bir molekuladan. Ko'rib turganimizdek. Endi dastlabki idishdagi suvimizda agregat holati suyuq, ikkinchi idishdagi gaz, uchinchidagi qattiq. Jarayonga e'tibor beramiz. Suyuq holatdan gaz holatdan demak qattiq holatga agregat holatini o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Mana shu jarayonda suvning 3 xil agregat holati namoyon bo'lyapti. Endi bu yerda suvimizda agregat holati o'zgaryapti, lekin tarkibi o'zgarmayapti. Qanday qilib desak, birinchi mana suyuq holatdagi suvimiz H2O, suyuqdan gaz holatga o'tdi. Albatta, bu ham H2O, gazdan qattiq o'tdi, bu ham H2O. Tarkibi 2 ta vodorod, 1 ta kislorod, o'zgarmadi. Albatta, bu jarayonda molekula soni ham o'zgarmaydi. Mana bitta molekula saqlagan, uchalasida ham bir molekuladan suvimiz bor. Misol uchun shuni yozib oldik. Lekin uchala holatda ham tarkibdagi atomlar soni ham o'zgarmagan. Suyuq suv tarkibidagi, suyuq holatdagi suvimiz tarkibida 3 ta atom bor, 2 ta vodorod, 1 ta kislorod. Gaz holatdagi suvimizda ham xuddi shunday, qattiq holatdagi suvimizda ham shunday. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi bu undan nimani bilib olishimiz mumkin? Fizikaviy hodisalarda modda tarkibini tashkil etuvchi molekula va atomlar soni o'zgarmas ekan.
Mana shu narsani bilib olsak bo'ladi. Bu yerda mana sublimatlanish, bug'lanish, suyuqlanish, kondensatlanish, qotish, kristallanish jarayonlari bor. Buni albatta nazariyani tashlab qo'yaman. O'qib boramiz. Keyingisi moddaning kimyoviy xossalari. Kimyoviy hodisalar. Kimyoviy hodisalarda, demak, moddaning shakli, joylashuvi, agregat holati o'zgaradi, balkim tarkibi ham o'zgaradi. Ya'ni bir moddadan boshqa bir yangi modda hosil bo'ladi. Bu kimyoviy hodisalar. Fizikaviy hodisalarda esa moddani o'sha tarkibi o'zgarmaydi. Eng muhimi shu. Tarkibi o'zgarsa kimyoviy hodisa, o'zgarmasa demak fizikaviy hodisa. Mana bu yerda kimyoviy hodisalarni, kimyoviy reaksiyalarni kimyoviy hodisa deyishimiz mumkin. Masalan, kisloroddan ozon olish jarayoniga e'tibor beramiz. Tenglashtirib olsak, 3, mana 2 qo'ydik. Endi molekula soni 3 ta, bu yerda 2 ta. Atom soni esa 3 kere 2 mana 6 ta, 2 kere 3 bunda ham 6 ta. Endi kimyoviy hodisalarda shunaqa bir xulosa qilsak bo'ladi. Kimyoviy hodisalar vaqtida modda tarkibini tashkil etuvchi atom va molekulalar sonida qanday o'zgarish kuzatiladi desa, ko'rib turganimizdek mana yuqorida yozib qo'ydim 6 tadan. Atomlar soni o'zgarmas ekan, molekula soni o'zgaradi. Albatta bundan xulosa qilsak bo'ladiki, reaksiyaga kirishayotgan moddalar tarkibidagi atomlar soni o'zgarmas ekan, albatta massa ham o'zgarmaydi. Ya'ni mana moddalar massasini saqlanish qonunida aytgandiki, reaksiyaga kirishayotgan moddalarning massasi hosil bo'lgan modda massasiga teng deydi. Qachon teng bo'ladi? Albatta atomlar soni teng bo'lsa, molekula soni o'zgaradi. Kimyoviy hodisalarning demak alomatlari: yonish, chirish, achish, pishish, zanglash, pishish. Bu nima degani bu? Masalan, test savollarda berish mumkin. Quyidagilardan kimyoviy hodisalarni toping desa, bizga nimaningdir yonishi, achishi, chirishi, bijigishi, zanglashi, pishishi muhim emas. Muhim mana shu so'zlar. Masalan, qog'ozning yonishi yoki yog'ochning yonishi yoki ko'mirning yonishi. Nimaningdir yonishi muhim emas. Muhim yonish so'zi bormi? Biz mana shu javobda demak kimyoviy hodisaga misol qila olamiz. Keyingisi topshiriqchimiz quyidagilardan fizikaviy hodisalarni ajrating debdi. Naftalinning sublimatlanishi, albatta bu fizikaviy hodisa. Yog'ning erishi fizikaviy hodisa. Temirning kislotada erishi, bu kimyoviy reaksiya bo'lganligi uchun kimyoviy hodisa. Suvning muzlashi fizikaviy hodisa. Propan gazining kondensatlanishi, demak fizikaviy hodisa. Sutning achishi bu kimyoviy hodisa. 4-inchisi quyidagilardan kimyoviy hodisalarni ajrating debdi. Ohaktoshning parchalanishi kimyoviy reaksiya bo'lganligi uchun kimyoviy hodisa hisoblanadi. Glyukozaning bijg'ishi, albatta bijg'ish bu kimyoviy hodisaning alomati hisoblanadi. Ikkinchisi ham kimyoviy hodisa hisoblanadi. 3-inchisi metallning zanglashi kimyoviy hodisa. Metallni konversiyalash. Metallni konversiyalash bu suv bilan qayta ishlash degani. Bilamizki, jarayonda sintez gazi hosil bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek, bir hajm is gaz bilan 3 hajm vodorod. Muhimi kimyoviy reaksiya hisoblanadi. Bu har qanday kimyoviy reaksiya kimyoviy hodisa hisoblanadi. Albatta metallni konversiyalash ham kimyoviy hodisa. Olmaning chirish mana yuqorida aytdik, bu kimyoviy hodisa alomati. Bu ham kimyoviy hodisa hisoblanadi. Kimyoviy reaksiyaning borish shartlari bu yo'q barchasi demak nazariya, bularni o'qib chiqamiz. Keyingisi albatta mavzuga oid savol javob berganman. Mana shu mavzuga oid savollar mana bu yoqda javoblar. Albatta buni yodlashimiz juda ham zarur, chunki nazariya baribir juda ham muhim kimyoda. Ximiyada shu eng murakkab masalalar ham albatta nazariyaga tayanib tuziladi. Shuning uchun to'liq mana shu nazariyalarni yodlashlaringiz kerak. Endi mavzuga oid testlarni ko'rib chiqamiz. 1. Quyidagilardan qaysi biri demak jism? Albatta pichoq. Keyingisi 2-1. Y berilgan, ximiz jism ekan, y'imiz modda ekan. Shunga qarab ajrata olamiz. A variant parta stul debdi. Parta ham jism, stul ham jism. To'g'ri kelmaydi. B variant temir mix debdi. Temir modda, mix jism. Bizga ximiz jism, y'imiz modda. Teskari bergan. C variant stol bilan bo'r. Stol jism, bo'r modda. Demak, to'g'ri javob C variant. Keyingisi 3-1 ga o'tamiz. Quyidagilardan noto'g'ri fikrni aniqlang debdi. Bug'lanish suyuq holatdan gaz holatga o'tish. To'g'ri. Kondensatlanish gaz holatdan suyuq holatga o'tish. To'g'ri. Sublimatlanish suyuq holatdan gaz holatga o'tish. Yo'q. Suyuq holatdan gaz holatga o'tish bu bug'lanish. Shuning uchun mana bu variantimiz noto'g'ri aytilgan. To'g'ri javob C variant. D variant esa
sublimatlanish qattiq holatdan gaz holatga o'tish. Bu to'g'ri variant edi. Keyingisi to'g'ri bir. Quyidagi qaysi bosqichda qotish jarayoni ko'rsatilgan debdi. Birinchisi qattiq holatdan suyuq holatga o'tish, bu suyuqlanish. Ikkinchisi suyuq holatdan gaz holatga o'tish, bu bug'lanish. Uchinchisi gaz holatdan suyuq holatga o'tish, bu kondensatlanish. To'rtinchisi suyuqdan qattiqqa o'tish jarayoni qotish. Demak, to'g'ri javobimiz D variant ekan. Keyingisi 5/1. Y ni Z ga aylantirish uchun qizdirish lozim. X ning molar hajmi eng yuqori bo'lsa, moddalarning agregat holatlarini aniqlang debdi. Xo'p, bizda X, Y, Z beribdi. Bu yerda X ning molar hajmi eng yuqori 3 ta agregat holat aytilgan. Molar hajmi eng yuqori bo'lgan agregat holatdagi moddalar bular gaz moddalari hisoblanadi. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, X ning molar hajmi eng yuqori bo'lsa, bu gaz bo'ladi. X'imiz gaz. Endi bizda ikkita agregat holat qoldi, qattiq bilan suyuq qoldi. Y ni Z ga aylantirish uchun qizdirish kerak debdi. Xo'p, shu jarayonda suyuqda qizdirsak nima bo'ladi? Albatta suyuqda qizdirsak bu gaz holatiga o'tadi. Yo'q, chunki biz gaz holatimiz aniq bo'lgan. O'z-o'zidan Y ni Z ga aylantirish uchun qizdirish kerak bo'lsa, Y'imiz qattiq bo'lgan, Z'imiz esa mana suyuq agregat holatga ega bo'lgan. Chunki masalan oddiygina muzni olib buni qizdirsak, albatta suyuq agregat holatga o'tadi. Shundan xulosa qilib javobni topa olamiz. X'imiz demak gaz, Y'imiz qattiq, Z'imiz esa suyuq ekan. To'g'ri javob demak A variant ekan. Demak, 5/1 Keyingi savol 6/1 ga o'tamiz. Moddalarni qaynash haroratiga ko'ra tarkibiy qismlarga ajratish usuli qanday debdi. Esda saqlashimiz kerak, moddalarni qaynash haroratiga ko'ra tarkibiy qismga ajratish usuli bu distillash usuli hisoblanadi. Distillash usulida tarkibi, aralashma tarkibi suyuq plus suyuq bo'ladi. Buni qaynatamiz. Masalan, oddiygina spirt bilan suv aralashmasini olsak, spirt bilan suv aralashmasini qizdirsak, birinchi bo'lib spirt chiqib ketadi. Sababi spirtning qaynash harorati 78 gradusga teng. Ikkinchi bo'lib idishdan suv chiqib ketadi. Sababi suvni qaynash harorati 100 gradusga teng. Albatta, qaynash haroratiga ko'ra mana shunday tarkibiy qismga ajratish mumkin. Bu distillash usuli hisoblanadi. To'g'ri javobimiz demak B variant. Keyingi xillik 7/1 ga o'tamiz. 7/1 da aytibdi, X va Y moddalaridan iborat aralashmani qanday usulda ajratish mumkin debdi. X va Y moddadan iborat aralashma. Demak, suyuq va qattiq. Bunimiz suyuq, demak X'imiz suyuq, Y'imiz qattiq ekan. Aralashma turi heterogen hisoblanar ekan. Endi heterogen aralashma o'zi nima? Heterogen aralashma bu tarkibini ko'z yoki mikroskop bilan ko'ra olsak, heterogen aralashma. Tarkibini ko'zimiz va mikroskop orqali ko'ra olmasak, bu gomogen aralashma hisoblanadi. Demak, tarkibi suyuq bilan qattiq bo'lsa, albatta filtrlash usuli orqali ajratsak ham bo'ladi yoki tindirish usuli orqali ajratsak ham bo'ladi. Ikki xil variantimiz ham bu yerda to'g'ri kelib qoldi hozir bu yerda. Filtrlash usuli masalan cho'kmalarni suyuq modda eritma tarkibidan filtr qog'oz orqali ajratib olish mumkin. Tindirish usuli orqali esa masalan zichiligi yuqori bo'lgan moddalar, qumni suvga tashlasak, masalan, qum avval loyqalanib, so'ng suv idish tubida cho'kma hosil qiladi. Shunda to'g'ri javobimiz demak A va C variantiga ham to'g'ri kelar ekan. Keyingisi bilan nazariy savollar ekan. 10/1 ga o'tsak, quyidagilardan qaysi biri kimyo o'tsa debdi. O'z-o'zidan ko'rib turamizki, 10/1 ga to'g'ri javobimiz demak D variant mos kelar ekan. 11/1 quyidagilar orasidan demak fizikaviy jarayonlarni aniqlang debdi. Muzning erishi fizikaviy, magniyning xlorlanishi bu kimyo reaksiya bo'lganligi uchun kimyo hodisa, sutning achishi kimyoviy hodisa, naftalinning sublimatlanishi fizikaviy hodisa, metanning yonishi kimyoviy hodisa. Demak, fizikaviy hodisa bo'lganligi uchun to'g'ri javob 1/4 bo'lgan. Shunda demak D variantga mos kelar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 12/1. Quyidagilardan demak 12/1 savolga o'tamiz. Fizikaviy hodisani aniqlang debdi. Misimning havoda qo'rayishi. Bu albatta bitta kimyo reaksiya hisoblanadi. Har qanday kimyo reaksiya, yana aytamiz,
kimyoviy hodisa hisoblanadi. Bu kirmaydi. Ikkinchisi suvning muzlashi fizikaviy hodisa. Kislotaga asos ta'sir ettirish bu kimyoviy hodisa. Qumni sement bilan aralashtirish albatta fizikaviy hodisa, sababi hech qanaqa bir yangi modda hosil bo'lmaydi. Hozircha demak 2 bilan 4 kiradi. Beshinchisi havoni sovutib kislorod olish jarayoni debdi. Mana shu jarayonga e'tibor bersak, masalan, atmosfera qavati desak, bunimiz yer. Atmosfera qavatida uchraydigan kislorodimiz tarkibi O2. Yerda maxsus bir idishda ajratib olsak, kislorodimizni masalan yig'ib olsak shu yerda, yig'ib olingan kislorodimiz tarkibi ham O2. Muhimi tarkibi o'zgarmaydi. Shuning uchun bu fizikaviy hodisa. Demak, 2, 4, 5. Metallning havoda oksidlanishi debdi. Albatta kimyoviy reaksiya bo'lganligi uchun kimyoviy hodisa hisoblanadi. Shunda to'g'ri javobimiz C varianti ekan. Keyingi savolga o'tamiz. 13.1. Havodan kislorod olish debdi. Havodan kislorod olish mana hozir 12.1 da ko'rdik. Bu fizikaviy hodisa. Muhim tarkib o'zgarmaydi. Kisloroddan suv olish. Bu kimyoviy reaksiya bo'lganligi uchun kimyoviy hodisa hisoblanadi. Suvdan suv bug'a olish. Bu shunchaki agregat holatining o'zgarishi fizikaviy hodisa hisoblanadi. Bizga kimyoviy hodisa deganligi uchun faqatgina 2 kirar ekan. To'g'ri javobimiz demak B variant. Keyingi savolimiz 14.1. Quyidagilardan demak qaynash va suyuqlanish harorati berilgan ABC moddalarni bunga ko'ra 100 gradusda qaysi modda qanday agregat holatda bo'ladi debdi. Keyin shu jarayonda bitta suv misolida olaylik. Suvni bilamizki, qaynash harorati 100 gradus, muzlash, qotish harorati demak 0 gradusga teng. 100 gradusdan yuqori hamda 0 gradusdan pastki harorat ko'rib chiqamiz. 100 gradusdan yuqori haroratda albatta suvimiz bug'lanadi bu. Degani bu gaz holatda bo'ladi. 0 gradusdan pastda esa qattiq holatda bo'ladi. Ana endi 100 gradus bilan demak 0 gradusni oralig'ida suvimiz doim suyuq agregat holatga bo'ladi. Masalan, shu yerda misol keltirsak, 20 gradusda suvimiz qanaqa desak, bu 20 gradus, 0 gradus va 100 gradus oralig'ida bo'lganligi uchun bu suyuq. 150 gradus desa, bu albatta 100 gradusdan yuqorimi? Demak, bu gaz holatda bo'lgan. -3 gradus Selsiy desa, 0 dan pastmi? Bu qattiq agregat holatda bo'lgan. Endi mana shu orqali 14.1 da yaxshiroq tushunsak bo'ladi. A moddamizda muzlash harorati -10, qaynashi 75 debdi. Demak, -10 bilan 75 oralig'idagi haroratda bu suyuq bo'ladi. 75 dan yuqorida gaz, -10 dan pastda qattiq bo'ladi. Demak, 100 gradus debdi. 175 dan yuqori bo'lganligi uchun A moddamizda agregat holati demak gaz bo'ladi. Keyingisi demak B bilan C ni ko'rib chiqamiz. B moddamiz 135, 830 debdi. 100 gradus debdi. Albatta 100 gradus 135 dan ham past bo'lganligi uchun bu qattiq agregat holatga to'g'ri keladi. Keyingisi C moddamiz 100 gradusda 70 bilan 290 oralig'ida bo'lganligi uchun demak suyuq agregat holatda bo'ladi. A gaz, B demak qattiq, C moddamiz esa ko'rib turganimizdek demak suyuq agregat holatga to'g'ri keladi. Keyingi bosqichga o'tamiz. Demak 15.1. Keyingi savolimiz suv 73 gradus hamda 460 Kelvin debdi. Bu yerda albatta gradus Selsiy bilan Kelvin orasidagi bog'liqlikni ko'rib chiqishimiz kerak. Kelvin bilan gradus Selsiy. Kelvindan gradus Selsiyaga o'tish uchun albatta biz 273 ni ayira olamiz. Gradus Selsiyadan demak Kelvinga o'tish uchun 273 ni demak qo'shib olamiz. Mana shu joyda 460 Kelvinimizda demak gradus Selsiyaga o'tkazish uchun 400 demak 60 dan 273 ni ayirib olsak, bu 187 gradus Selsiy to'g'ri keladi. 73 gradusda suvimizning agregat holati suyuq. Demak 187 gradus Selsiyada suv bizda agregat holati gaz holatda bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javob suyuq hamda gaz. Demak B variantiga to'g'ri kelar ekan. Demak, mana bu yerda ko'rib turganlaringizda har bittasini xilligini ishlab chiqdim. Nazariy ma'lumotlarni mana ko'rib chiqdik. Qolib ketgan nazariy ma'lumotlarimiz ham bor. Faqatgina buni o'qib chiqishimiz kerak. O'zimiz o'qib, o'zimiz mustaqil mana bu yerdagi topshiriqlarni bajarib chiqsak, yaxshiroq mustahkamlanadi.
Albatta bundan so'ng mavzuga oid savol-javobni to'liq 100% yodlash kerak. To'liq nazariyalar berilgan. Ana endi mana savol-javobimiz tugagandan keyin mavzuga oid testlar berilgan. Mavzuga oid testlarni men faqatgina bitta xilligini ishladim. Masalan, 1 ishladim, 1 2, 1 3 ishlamadim. 1 4 ham. Demak, qolgan xilliklari mana shu 1 ga o'xshash. Buni mustaqil ishlaymiz. Barchasini ishlab chiqamiz. Agar kimda qo'shimcha savol bo'lsa, albatta bemalol murojaat qilishingiz mumkin. 24 soat davomida imkon qadar Telegramga yozib qo'ysangiz, men javob qaytarishga harakat qilaman. Barchaga rahmat. Salomat bo'lasizlar.